katta rahmat. Qadaminglarga hasanot, doim kelib turinglar. Mana yangi premyerani ikkinchi kunda tomosha qildinglar. Bugun spektaklda asosiy rollarni Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavludaxon Abdujabborova, bizni iqtidorli ustoz san'atkorlarimizdan Baxtiyorjon Qurboyev, yoshlarimiz kelajagi porloq, shu teatrimizning ustunlari, kelajakda ustun bo'ladigan yoshlarimiz Azizbek Oripov, Nabijon Abdurasulova, Abdurasul Yorginoy Sharipova. Xo'p, o'rtoqlar, mana bunday spektakl, yana bu spektakl bo'ladi degan, qo'yiladi degan umiddamiz. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bitta kichkina e'lonchamiz bor edi. 9-hayit ertasi kuni, shunaqami? Ikkinchi hayit kuni iltimos retro qo'shiqlardan tuzilgan konsert bor. Bir kelib teatrda dam olib ketasizlar degan umiddamiz. Yana bir marta rahmat. Sizlarga ijodiyatda katta muvaffaqiyatlar tilaymiz, hurmatli hamkasblar.